Dadasi. Anavi qo'shnimiz Qodir aka bor-ku. O'shalar hashamatli uy qurishibdi. Yana-chi, BMW mashina ham olishibdi. Aytgancha sizni soat 2da uy to'yiga chaqirishdi. O'shanga chiqing-a, dadasi. Mayli, bizga ham nasib qilsin. Bir qop pulim bo'lganda o'zim bilardim. Xudoyim, rost ekansan. Malika! Voy, mazza! Sobir aka, kim? Uydamisiz? Yo'q, edilar uyda. Qatga ketganlar. Ketuvdilar oshga. Ha, mayli, keyinroq chiqarman. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Bir qop pulim bo'lsa o'zim bilardim. Eng yangi nusxada mashina minib, ko'nglimga ne kelsa shuni qilardim. Ehtimol boylarga boylardek boqib, kambag'al g'aribning ko'ksin tilardim. Koshona hovlida kerilib yurib, qo'shnimning holidan mag'rur kulardim. Mansabga alishar edim do'stimni, otamni eslamas edim ehtimol. Turfa xil gullarga o'rnini berib, kesilib ketardi otam ekkan tol. Onamga oltin zar libos kiydirib, so'ngida otardim tana toshini. Yetimga bir burda qora non berib, so'ng urib yorardim sho'rlik boshini. Tilab kelgan shirin o'g'limning yuziga shapaloq tortardi qo'lim. Dunyoning mehriga to'ydim bas desam, yuz burib ketardi hattoki o'lim. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bunday balodan asragin Alloh. Iymonim but qilgin, sabr bergin u shayton changalidan asragin yiroq. Doktor, O'g'lim ahvoli Xullas, nima yangilik? farzandingiz bosh miya tomiridan qattiq zarba yegan. Yo'q. Endi u katta ehtimol bilan gapira olmasligi mumkin. Siz xonamga kiring. hammasiga o'sha orzu qilgan pullaringiz sababchi. Endi bolamiz bir umr nogiron. O'sha orzu qilgan pullaringiz bolamizni tuzatib bera oladimi? Yo'q. Tuzata olmaydi. Endi siz bilan ajrashaman. Voy Xudoyim. Dadasi? Ha? Ovqat tayyor. Dada!
pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bir qop balodan asragin Alloh. Bir qop pulim bo'lsa nima qilardim? Qo'y bir qop balodan asragin Alloh.